O'zenergo inspeksiyasi va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamkorligida o'tgan targ'ibot tadbiridan muxbirimiz xabar qiladi. Avtomobillarga yoqilg'i to'ldirish shoxobchalarida daqiqalar ichida yuzlab transport vositalari kirib chiqadi. Yonuvchan moddalar aylanadigan bunday maskanlarda xavfsizlik masalasi inson hayoti va jamiyat xavfsizligi bilan bog'liq strategik masala sifatida qaraladi. Shu nuqtai nazardan mas'ul tashkilotlar tomonidan shoxobcha rahbarlariga qonunchilik talablarining mazmun-mohiyati atroflicha tanishtirildi. Nazorat tadbirlari amalga oshirish hamda profilaktik suhbatlar amalga oshirildi. Elektr energiyasi va neft mahsulotlari va gazdan foydalanish nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan faoliyat ko'rsatayotgan shoxobchalarda xavfsizlik texnikasi talablariga rioya etgan holda faoliyat olib borishlari bo'yicha tushunchalar berib o'tildi. Vazirlar Mahkamasining sanoat xavfsizligini ekspertizadan o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom mazmuniga ko'ra, xizmat muddati 20 yildan oshgan texnik qurilmalarni ekspluatatsiya qilishdan oldin maxsus sanoat xavfsizligi ekspertizasidan o'tkazish shart sanaladi. Targ'ibot davomida xavfli ishlab chiqarish obyektlarini hisobga olish va davlat reyestrini yuritish tartibi to'g'risidagi nizomga ham alohida urg'u berildi. Ushbu hujjatga muvofiq xavfli ishlab chiqarish obyektlaridagi texnik qurilmalar davlat reyestriga kiritilishi, ularning holati doimiy monitoring asosida kuzatib borilishi talab etiladi. Bu tizim sanoat xavfsizligini raqamli nazorat ostida boshqarish imkonini beradi. Profilaktika ishlarini yanada kuchaytirishga xizmat qiladi. Mutaxassislar tomonidan bosim ostida ishlovchi idishlar va boshqa texnologik qurilmalarni belgilangan muddatlarda texnik shahodat sinovlaridan o'tkazish masalasiga ham jiddiy e'tibor qaratildi. Chunki yoqilg'i saqlash va tarqatish joylarida aynan shunday uskunalarning barqaror ishlashi xavfsizlikning hal qiluvchi omili. Amalga oshirilgan targ'ibot ishlari kelgusida baxtsiz hodisalar va texnogen avariyalarning oldini olish, yoqilg'i quyish infratuzilmasida xavfsizlik madaniyatini mustahkamlash hamda qonunchilik talablariga mas'uliyatli yondashuvni shakllantirishni maqsad qildi.